Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Xo'sh do'stlar, menimcha men tushunishim bo'yicha bu serverga kiradigan IP adres. Hozirda men unga kiraman. Tushunmadim, bu tush ko'radigan server emas-ku. Hoy do'stlar, bilmaysizlarmi, bu server kimga tegishli ekan, ha? Hoy, tushunmadim, nima qilyapsiz? Hoy, qo'yib yuboringlar meni. Hoy, bu qanday joy o'zi? Meni qayerga olib ketyapsizlar? Qo'yib yuboringlar meni deyapman. Men bir narsaga tushunmadim. Sen serverni buzib kirmoqchi edingmi? Yo'q, men shunchaki tush ko'rmoqchi edim. Bu server seniki ekanligini bilmasdim. Tezda uni bu yerdan olib ketinglar. Hoy, nimalar bo'lyapti? Juniorson, Grox meni sudga berdimi, nima balo? Sizlarda advokat ham bormi? O'zingni bos, oshna. Biz senga ham advokat topdik. Qoyil, ajoyib. Xo'sh, keyingi rejamiz qanday? Juniorson, hech nimadan umid qilmasam ham bo'ladi. Qara, hamma o'rnidan tursin, sudya javoblari kelyapti. Tushunmadim, sen bu yerda sudyalik ham qilasanmi? Qani sud zalida tinchlik saqlansin. Shoshma, men hali gapimni oxirigacha tugatganim yo'q edi. Bo'ldi, sabr kosam to'ldi. Men senga jazo qo'llayman. Axir bu adolatdan emas. Mana buni ol, senga kerak bo'ladi. Tushunmadim, nima qilaman buni? Hozir ko'rasan. Qani uni qo'yib yuboringlar. Tushunmadim, kimni qo'yib yuboradi? Juniorson, men shunchaki tushlar serveriga kirmoqchi edim. Men yog'ochlik qilich bilan skeletlar bilan jang qilishim kerakmi? Xo'sh, do'stlar, mana bu tushlar serveri bo'lsa kerak. Men shunchaki adashdim. Tushunmadim. Men olmoslik dunyoga tushib qoldimmi? Bu primatmi? Nima gap boshla? Tushunmadim, sen Dreamning SMP serverida o'ynayapsanmi? Bu hech qanday Dreamning serveri emas. Bu mening o'zimning shaxsiy serverim. Kechirasan, lekin men seni serveringni buzib kirmoqchi emas edim. Men shunchaki Dreamning serveriga kirmoqchi edim. Men senga yordam bera olaman. Menda Dreamning IP adresi bor. Yo'q, rostdanmi? Axir meni qancha vaqtim tejaladi. Axir men uni kuni bilan izlayapman. Mana buni ushla. Qoyil, Primat, sen eng yaxshisan. Bu menga anchagina yordam beradi. Mayli, men bir so'rab ko'raychi, meni ham qo'shisharmikin. Men senga ishonaman, oshna. O'zi Primat degan bola yaxshi-da. Meni haligacha ishongim kelmayapti. Menga serverni IP adresini berdi. Tushunmadim. Bu Dreamning serveri emas-ku. Mana bular nima qilyapti bu yerda? Jinoson, menimcha bu meni ustimdan kulyapti. Primat, la'nati ekansan. Xo'sh, boshqalarni ko'raylikchi, balki mana bu menga kerakdir. Bir daqiqa, men qayerga tushib qoldim? Bu chumolilarmi? Hoy, chumoli, men seni videolaringni yaxshi ko'raman. Bor nariroqda o'yna, men hozir bandman. Yaxshi, o'zi bu yerda nima qilyapsan? Men butun Minecraftni obsidianlar ustidan yurib o'tmoqchiman. Juniorson, bu juda ham qiyin ekan, lekin deyarli tugatdim. Qoyil. O'zi nima yordam kerak edi senga? Menda Krayning ko'zi bor edi va u narigi tomonda sinib qoldi. Hozir men senga uni olib kelaman. Mana endi uni menga qarab uloqtir. Xullas, chumoli, men senga boya aytganimday, men seni muxlisingman. Men buning ustida 3 yil mehnat qildim. Naqd 3 yil. Meni keta qolganim ma'qul. Juniorson, sal g'alati ish bo'ldi-ku. Endi qayerga tushib qoldim? Sen o'z vaqtida kelding. Hozirda men bazm uyushtiryapman. Sen keyingi bazmga qatnashishing mumkin. Hoy, shoshmang, men sizga bir narsani gapirib berishim kerak. Xullas, menga quloq sol. Sen richaklardan birini tanlashing kerak. Ulardan birida pul yutuq bor, $1000. Ikkinchisi esa o'lim bilan tugaydi. La'nat yey. Juniorson, bu yerda nimalar bo'lyapti? Meni kim bu yerga olib keldi? Qo'yib yuboringlar meni. Men kimga gapiryapman? Xo'sh, Simit, qaysi biridan boshlaymiz? Menimcha meni yashilni tanlasam kerak. Menimcha sen xato qilding shekilli. Hoy, nimalar bo'lyapti deyapman? Bu nima, vulqonmi? Hoy, la'nati, chiqarib yor meni bu yerdan. Men o'zi to'g'ri bajaryapmanmi yoki yo'qmi? To'ppa-to'g'ri, senda faqat bitta imkon bor. Juniorson, la'natlar. Xo'sh, menga aytishdiki, mana bu haqiqatan ham IP adres ekan. Menimcha aldashmagan ekan. Juda ham ajoyib qurilgan ekan. Bu yerda belgilar bor ekanmi? Bu yerlar Technoblade ga tegishli. Hoy. Juniorson. Hoy, shoshma, Technoblade. Bu sening servering ekanligini men bilmas edim. Men cho'chqalarni yomon ko'raman. Yo'q, yaxshi ko'raman demoqchi edim. Tushunmadim, nima deding? Bo'ldi, o'zingni bos. Men hozir bu yerdan ketaman. Juniorson, sal qoldi-ya, kallam ketardi. Balkim do'stim Evbodan so'rarman IP adresini. Nima gap Evbo? Seni oddiy serverda ko'rib turganimdan xursandman. Bu oddiy server emas, Minecraftdagi. Tushunmadim, nima demoqchisan? Chunki bu yerdagi o'yinchilar barchasi qo'yga aylantirilgan. Xush kelibsan. Mana endi sen bizga tegishli bo'lding. Mayli, meni keta qolganim ma'qul. Sizlarga esa omad. Men bir video YouTube'da ko'rgan edim, balkim to'g'ri aytgandir. Balkim mana shu bo'lishi ham mumkin. Bu yerda hech nima yo'q-ku. Tushunmadim, nimalar bo'lyapti? Qiziq, bu juda ham qiziq. Tushunmadim. Bir daqiqa, la'nati, bu yerda hozir hech nima yo'q edi-ku, bu qayerdan paydo bo'ldi? Bu menga tanish ko'rinyapti. Menimcha men buni oldin ham ko'rganman. Mayli, menda bir reja bor. Agar men Minecraftning haqiqiy serveriga ulanib bilsam, balkim ulardan biri Dreamning serverini aytar.
Wow, jin ursin. Iya, bu yerda nimalar bilyapti o'zi? Hoy, nima gap Simit? Men hozirgina Minecraftni yangilayapman. Oh, men ham intiqlik bilan kutaman buni. Sen qurbaqalarni ham qo'shasanmi? Ular juda ham zaharli bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularni uyingga qo'shmaymiz. Menga qaranglar, shu qurbaqalarni tinch qo'ysalaringizchi, yeyishga boshqa narsa topmadingizmi? Ha, bu haqida o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Buni yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Bo'ldi, men ketishim kerak. Balki mana bunisikin a? Yaqinlashib qoldim shekilli. Baribir uni topaman. O, menimcha shumi? Iya, kimlarni ko'ryapman? Nima gap, Sivit? Bu Dreamning serverimi? Yo'q, lekin bu Dreamning serveriga o'xshaydi. Yo'q, u nimasi bilan farq qiladi? Hozir men senga ko'rsataman. Mayli. Ey, nimalar qilyapsan? Yo, xudoyim. Bo'ldi, boshqa bu serverga o'ynamayman. Balki mana bunisi bo'lishi ham mumkin. Qana bir kirib ko'raylikchi. Bular nima balo bo'ldi? Men sizni tabriklayman. Siz Mr. Beast'ning video o'yiniga tushib qoldingiz. Qo'yil, qani olg'a. 3 ta korobkaning ikkitasida sovg'a bor, birida esa jazolanish. Xo'sh, tayyormisiz? Ha, bo'lmasamchi. Marhamat, ulardan birini tanlashingiz mumkin. Xo'sh, menga birinchi korobka yoqmayapti. Yaxshi, birinchi korobkani ochinglar. Kechirasiz, siz hozirgina avtomobil yutqazdingiz. Yo'q, ustimdan kulyapsizlarmi? Sizda yana bir tanlash imkoniyati bor. U avtomobildan ham qimmatmi? Marhamat, tanlashingiz mumkin. Menga 3-chi korobka yoqmayapti, shuning uchun 3ni tanlayman. Chunki 3 raqami menga yoqmaydi. Bu korobkaning ichida $10 bor edi. Menimcha sizlar hazillashyapsizlar, to'g'rimi? Sizlar meni ustimdan kulyapsizlarmi, nima balo? Mana endi sizning sovriningizni ko'ramiz. 2-chi raqamli korobka. Ha, mayli. Xo'sh, uning ichida yozuv bor ekan, ko'raylikchi nima yozilgan ekan. Siz o'yindan chetlashtirildingiz? Yo tavba. Shoshmanglar, men mana bu serverga kirsam ham bo'ladi-ku. Voy, nima gap oshna? Salom Simit, nima gap? Ha, salom. Meni bir ikkita savollarim bor edi. Sen ham Dreamning serverida o'ynaysan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Xullas, men o'sha serverga tushishim kerak. Senda boshqa imkoniyat yo'q. Ming'irlamasdan savollarimga javob ber. Sen menga IP adresingni ayt. Men hech qanday IP adresi aytmayman. Sen chegaradan chiqib ketyapsan. Ha, mayli, menda boshqa imkoniyat qolmadi. Xo'sh, sen o'ylab ko'rdingmi? Baribir men senga hech nima aytmayman. O'zi men bu ishni qilmoqchi emas edim, lekin sen meni majbur qilyapsan. Bo'ldi, shoshma, unga tegma, men senga gapirib beraman. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Qani, zudlik bilan menga o'zingni aypatingni ber va seni do'stingga hech nima qilmayman. Qani, boshla. Bo'pti, sen g'olib bo'lding. Mana buni ushla. Va nihoyat bir qancha mashaqqatlardan so'ng men IP adresini oldim. Mana endi men ishtirokchi bo'lishimni unga aytaman. Qo'yli, u meni aldamagan ekan. Axir bu yo'q doim, men haqiqatan ham shu yerdaman. Qani olg'a. Va nihoyat men SMP o'yinida o'ynayman. Bu juda ham ajoyib. Qani olg'a. Qo'yil. Tushunmadim. Nima bo'ldi hozir? Jin ursin. Balkim Dream to'g'ri aytgandir. Balkim men o'zimni shaxsiy serverimni yaratarman va do'stlarimga taklif qilib Minecraftda o'ynasammikin. Server Minecraft yaratmoqchimisan? Ha, oshna, shunday qilmoqchiman. Balkim ikkimiz bir bo'lib server yaratarmiz. Sizlar o'z serveringizni yaratmoqchimisiz? Biz ajoyib jamoa bo'lib bilamiz. Qani bo'lmasam olg'a.